Hammaga assalomu alaykum. O'tgan videoda kelishganimizdek, bu videomizda endi programma yasashni bilmasdan turib, qo'limizda AI bor holatda, lekin muammo bor. Qo'limizda AI bo'lishi kerak eng kamida. Menda bu Cloud Code. AIlarning ham farqini ozgina tushuntirishga harakat qilib ko'raman, lekin bunga ko'p vaqtimizni sarflamaslikka harakat qilamiz. Mani qo'limda Cloud Code, Max plandaman. Menda Fable 5 mavjud. Medium effort bilan ishlataman. Demak, biz hozir programma yasashga harakat qilib ko'ramiz. Endi boshlang'ich ma'lumotlarni gaplashishga harakat qilib turdim. Bir ikkita ma'lumotlarni berdi va shu bo'yicha hozir biz birga programma yasashga harakat qilamiz. Bo'lmasam ketdik. Buning uchun bizga birinchi bo'lib kerak bo'ladi kompyuterimizda Cloudni programma versiyasi. Albatta skachat qilib olishingiz kerak. Uni qayerdan desanglar, shu menimcha bularni tushuntirmaslikka kamroq tushuntirishga harakat qilaman, chunki bu vaqtimizni olib qo'yadi. Cloudni skachat qilish knopkasini ko'ramiz. Ustiga bosamiz. Skachat qilamiz. Kim Windowsda bo'lsa Windowsga, Macda bo'lsa Macga o'zingizga skachat qilib olasizlar. Uzr. Xo'p, o'zingizga kerakligini skachat qilib olasizlar va shu bilan kirganda o'sha Googledan через o'tib olasizlar. Xullas akkauntingizga kirib olasizlar va normal ishlayapti. Mana shu yerda hammada bor deb tasavvur qilaylik. Endi через nol holatiga qayta olmaymiz-da. AI nima, qanday ishlatiladi, qanday akkaunt olinadi degan narsalarni qilish juda ham ko'p vaqt olib ketadi. Hozir bizda xuddi bir AI ishlatishni bir boshlang'ich biladigan odam va pul ishlamoqchi bo'lgan odamga bir maslahat sifatidagi video bo'ladi bu. Xo'p. Bizga bu bergan maslahatda invoice app bo'ldi. Ya'ni bu nima programma deyiladigan bo'lsa, bu mana invoice bu. Men senga X ish qildim, sen esa Y pul to'laysan deydigan rasmiy hujjat. Ya'ni men freelancer sifatida, mana freelancer bo'lish deydiganlar bor, nimadir ish qilaman va menga pul to'laydigan odamga shunaqa bir hujjatini yuborishim kerak. O'sha hujjat bo'yicha ular to'lov qilishadi. Ya'ni shunchaki og'zaki holatda meni kartamga tashlab bera olmaydi-da. Ularning endi buxgalterlari, endi rasmiy joylar shunaqa hujjatlar so'rashadi. Shuning uchun ular ko'p holatda invoice ni ko'proq o'zlari yasashadi yoki qaysidir programmadan qilishadi. Biz esa mana shu programmani chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, g'arbda asosiy bozorni AQSh, UK, Kanada, Avstraliya bo'ladi. Ularda bu rasmiyatchilik emas, deyapti. Ya'ni kompaniya ishlatayotgan odamlarga bunaqa invoices pul to'lamaydi, to'lov qilinmaydi, mumkin emas ularda, deyapti. Bu talab buxgalteriya uchun, deyapti. Bizda ham yaqinda shunaqa ketadi, shuning uchun bu programma qaysidir ma'noda bir foydali bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, app nima ish qiladi? Foydalanuvchining oqimi, deyapti. Qanday bo'lish kerak, deyapti. Birinchi ochilganda foydalanuvchi o'zini biznes ma'lumotlarini bir marta kiritsin. Ismini, logosini, valyutasini. Keyin har safar yangi invoice, new invoice desinday mijozni tanlaydi yoki yangi qo'shadi, qatorlarni kiritadi, logo dizayni, bir summani kiritadi, previewni ko'radi, send bosadi, PDF generatsiya qiladi, iOS share sheet ochadi, ya'ni iOS o'zi model ochadi, ya'ni Telegramdan tashlab beraymi, kimga nimadir tashlab beray degan narsa chiqaradi, xuddi shu narsani o'zi ochadi, deyapti. Xo'p, o'sha birinchi invoice da faqat muammo bor, hammasi sekinroq bo'ladi, lekin ikkinchi invoice da tezlashib ketadi, chunki nimaga desa, o'sha klient bazasini sekin-sekin yaratib kelayotgan bo'ladi. Xizmatlarni sekin-sekin saqlanib kelayotgan bo'ladi. Xo'p, ikkita muhim holat bor. Endi bularni to'g'ridan-to'g'ri sizlar bilan birga o'qiyapman. Bo'lmasam tezroq tushuntirib bergan bo'lardim. Estimate deyapti. Taklif versiyasi mijoz rozilik bersa, bir tugma bilan invoice ga aylanadi va paid unpaid status. Foydalanuvchi qaysi invoicelar to'lanmaganini ko'rish kerak. Bu uning pul oqimi. Tushunarli. MVP qilamiz, deyapti. Nima kiradi? Mijoz ro'yxati, shu 4 ta PDF shablon, logo qo'shish, soliq, chegirma, paid unpaid belgilash, share sheet orqali yuborish, valyuta tanlash. Hammasi lokalda saqlansa, backend account login yo'q. Hech narsa kerak emas, deyapti. Bu ataylab foydalanuvchi ma'lumot telefonida, sen server uchun pul to'lamaysan. Privacy savollariga, demak bizga server ham kerak emas. Prosta programmani o'zi yetarli holatda turgan ekanmiz. Xo'p, keyingi versiyalarga qoladi recurring invoice, Haroy automatic payment reminder, mijoz PDFni ochdimi, tracking, iCloud, reports, bular retention va upsell uchun, lekin birinchi kunda shart emas. Darrov shart emas bunaqa narsa, deyapti. Monetizatsiya qilamiz, deyapti. 3 ta invoice tekinga yasab ko'rishsin. Bu qimmat bo'lmaydi. 8 yo 10 dollar oyiga, 40-50 dollar yiliga, 80-100 dollar butun umrga. Yillik reja asosiy oqimimiz bo'lsin, deyapti. Xo'p. Demak, birinchi bizga kerak bo'ladigan narsa bu kod qismiga o'tib olamiz. Va mana shu yerda bizga kerak bo'ladi yangi fayl yaratamiz. Yozga, proyektlarga. Mana shu proyektni qo'shishni xohlayman. Bosaman, uramiz, Yos projects. Hop, shuni ochamiz. Va bu yerga salom deb yozamiz. Hop, mana buni bosib qo'ysak, tozalanadi. Salom deb yozadigan bo'lsak, bizga tayyor beradi. Ya'ni tepada biz terminal ochishimiz mumkin.
kod o'zgarishlarini ko'rishimiz mumkin va brauzerni ochish mumkin va boshqa mayda chuyda narsalar. Bizga asosan kerak bo'ladigan narsa bu terminal va biz programmani yasash uchun ko'proq Expo'dan ishlatishga harakat qilamiz. Ya'ni React Native'da Expo o'zini alohida bir tool bor. iOS va Android uchun bir vaqtda yasashga va ancha-muncha rivojlangan. React Native'ni bir o'zidan ko'ra mana shu yaxshiroq variant hisoblanadi. Men o'zimga ban skachat qilib uстановка qilib olganman. Bu nima deydigan bo'lsanglar, ban deb yozamiz. Install deb yozamiz. Kerak bo'ladi. Bu xuddi o'zimizning npm packagelarga o'xshagan bir xil narsa. Katta farqi yo'q. Xuddi npm install yoki npx nimadir qilasizlar, xuddi shunaqa narsa. Ban ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Faqat yangicha ishlab chiqilgan versiyasi. Masalan, ban x create expo app deyman. Enter bosaman. Programmaning nomi nima deyapti? Menga qiziq, programmaga nima nom bersak bo'ladi. Invoice. To'xta. O'zidan so'raymiz. O'zidan so'raganimiz yaxshiroq bo'ladi. Pametga bosaman va programmaga nima nom bersak bo'ladi? O'sha invoice snap tezlikni bildiradi. Quick invoice yoki invoice to'g'ridan-to'g'ri bizning pozitsiyamizni bildiradi, ya'ni tezligimizni bildiradi. Tiny invoice kichik va sodda. Invoice go, send voice. Send voice. Voice snap birinchi nomzod, keyin title ni to'liq ishlatamiz. Invoice snap, maker and estimate. Qolgan keywordlar building for small business kabi tanlashdan oldin 3 ta amaliy tekshiruv qilamiz. Bu 10 daqiqalik ish, lekin keyin nom o'zgartirish qimmat tushadi. App Store shu nom band emasligini qidirib ko'rish, domen bor yo'qligini tekshirish va USP to trademark bazasida qarama-qarshilik yo'qligini. Invoice snap menga send voice yoqdi. Dahshat chiqdi-yu, mana invoice go yoki send voice, lekin qidiruvda invoice alohida so'z sifatida yo'qoladi. Apple keyword matchning so'zni boshqalanishiga qaraydi. Shuning uchun bu variant chiroyli, lekin Apple'dan qidirayotganda eplolmay qolish mumkin. Shuning uchun bizga eng yaxshi variant deyapti. App Store uchun eng yaxshi variant invoice snap. Okay, invoice snap tanlaymiz. Shuni tanladik. Analyze qilib bersin albatta. Raqamga olay. Ovozim yaxshiroq eshitilishi uchun deyman-da. Hop, hozircha bu analiz qilyapti. Nom to'g'ridan-to'g'ri band emas. Hop, lekin snap ancha-muncha gavjum ekan deyapti. Ya'ni snap deganlar o'zi itak tiqir yotibdi ekan demoqchi endi bizga hozir bu. Qiziq, o'zi invoice snap nomli app ko'raman, lekin 3 ta yaqin qo'shni bor. Snap invoice, mobile invoicing, snap invoicer. Bu nima degani? Halol baho, yomon taraf, snap tez invoice g'oyasi kamida 3 ta app allaqachon egallagan. Foydalanuvchi qidiruvda bizni snap invoice bilan adashtiradi va eng yomoni ularning reytingi o'sib borsa, bizning trafikni ular yeydi. Biz ularga bepul marketing qilgan bo'lamiz, deyapti. Qiziq, 3 ta yo'l bor. Oilasidan chiqamiz, formulani saqlaymiz. Xuddi shu brend formulasida, lekin bo'sh hududda invoice pile, professional his, invoice dash, tezlik dashboard asosiyasi ham bor. Pocket invoice, invoice pilot yoki pocket invoice. Menga pocket invoice yoqdi. Shunda qolamiz. Shu yoq, endi tekshirib chiqadi. Pocket invoice degani bu cho'ntagidagi invoice programmasi, cho'ntaging turibdi, programming turibdi degan ma'noda bo'ladi. Shuning uchun bu bizga juda ham yaxshi variant. Qamiz hozircha analiz qilib chiqyapti. Ya'ni shu nomni tanlaydigan bo'lsak, bizga qanchalik zararli yoki zararsiz bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin degan narsani tekshirib chiqadi. Buning uchun o'zi alohida skill ham bor. Uni ham ishlatsak bo'ladi, muammo yo'q. Uni hozir ishlatamiz. Fakturo yoki involo desak bo'lar ekan, italyancha parvoz yoki billora, bill bilan turo yoqdi menga. Fakturo yoqdi menga, shu yoqdi. Kutilmagan narsa bo'ldi, lekin yoqdi shu. Title 30 ta belgi. Maker and PDF. Title 30 ta belgi bo'lsin, deyapti. Biz buni fakturo deymiz. Bu programma nomi fakturo bo'ladi, lekin o'sha App Store'dan qidirganda bu to'liqroq chiqadi. Nima bu? Shit. Fakturo. Nomlaylik. Yo'q. Короче, fakturo bunaqa bo'lgan ekan. Go. Eng oxirgi versiyani uстановка qilaymi deyapti. Конечно, ha deymiz. Eng oxirgisini qilaversin. Hop, npm install bilan bir xil narsa aytib o'tganman-da, o'shani hisobga olinglar. npm bilan qildinglar nima, bu bilan qildinglar nima, katta farqi yo'q. Bizga kerakli bir qidirib topdim, xullas. Mana hozirgi
audit qilinganga o'xshagan yana bitta audit qilsak bo'lar ekan. Uning uchun mana bu skillni qo'shamiz birinchi bo'lib. Bu skillni qo'shamiz. Bu skilllarni qanday qo'shishni, bu skill nima degani? Yo. Bularni hozir o'rgata olmayman. Chunki katta ehtimol bilishinglar kerak, bilmaydigan bo'lsanglar yozsanglar, uni yana bitta alohida video qilishim mumkin. Ya'ni skilllar bu nima, qanaqa bo'ladi degan ma'noda. Skilllar bu AI ga qobiliyat beradigan. AI hamma narsani qilishni biladi degani emas. Aynan bir qanaqadir mayda narsalarni qilishni bilmasligi mumkin va bu normalniy narsa AI uchun. Ana shu holatda bizga skilllar kerak bo'ladi. Masalan, juda ham mashhur bo'lmagan qanaqadir ishlar, masalan, hozirgi mana shu kirib programma nomlarini qidirib chiqish ham bu AI ni vazifasi emas. Ya'ni AI dan kutiladigan narsa emas. Shuni hisobiga ham bu normal narsa deb qaraladi. Xo'p, mana uстановка qildik. Uстановка qildik. Endi bizga boyaga o'sha skillimizni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Qo'shibman. Yes, qo'shaymi deyapti. Конечно, qo'shsin. Code Конечно, cloud kod uchun kerak faqat menga. Mana shu proyektgami yoki global bo'ladi, tinchroq. Independent copies for each agent. Process with installation. Ha, bo'ldi. Endi bizga yana bittasi kerak bo'ladi. Apple, mana shuni tushunmadim. Bikish biroz tezroq qolay. Atish uchun qulayroq bo'lishiga. Mana bu yaxshi. Apple Search Ads nimaga kerak deyapti? A bunch of useful skills. Bu juda ham foydali. Birinchi ASO ni ko'radi, ya'ni hozirgi o'sha programma nomlarini surishtirib chiqadi. Muammo bo'lmaydimi shu programma? Shunaqa nom ishlatsang muammo bo'ladimi, bo'lmaydimi degan savollarga javob beradi o'rnimizga. Xo'p, bu ham balkim kerak bo'lar. Aytamiz. Aniq qachonki. Bu narsani sal tushunishga qiynaldim, lekin bu ham xuddi o'sha programmani user olib kelish osonroq bo'lishi uchun, shu userlar skachat qilgan, App Store kirgan odamni topish osonroq bo'lishi uchun xizmat qiladigan o'sha skilllar bor deb o'ylayapman ichimda, katta ehtimol. Buning uchun kerak. Men global kerak bu narsa. Go, qabuldim deyapti. Endi navbatdagi menga ham kerak bo'lar ekan, eng qizig'i. Bu nima deydigan bo'lsanglar, App Store Preflight. Bu nima degani desanglar, men bu programmani App Store ga yuklaymiz oxirida va ana shu App Store ga yuklash jarayonimizda muammo chiqmasligi uchun, ya'ni App Store ga yuklaganimizda o'zi har xil muammo qilib qaytaradi. Mana bunaqa ekan, tekshirib ko'rsatdi. Bu o'sha narsani tekshirib berar ekan. Ya'ni vaqtingizni ketkizib o'tirmaysiz 1-2 kun. Bu biz uchun juda ham yaxshi, chunki men haftalab, men birinchi o'rganganimda App Store ga programma chiqarishdi. Ko'p umrim ketgan. 1 oyga yaqin vaqtim ketgan, tushunib olishim uchun. Chunki birinchi marta qotdim-da. Xo'p, hech kimdan o'rganmaganman bu narsani. Shu bitta ko'rib qilib o'rganganman. Mana bizning programmamizga icon yasab berar ekan. Bu juda ham yaxshi. Global Simlink Go. Keraklarni uстановка qilib oldik. Mana bu yerda UI yozishlar ham bor ekan. Menga qiziq tuyulyapti. Go. Buni ham uстановка qilib olamiz, ya'ni native UI yaratish uchun. Juda ham yaxshi. Xo'p, bu bizda allaqachon bor ekan, qarochi. Bizda bor ekan, davom etsak bo'ladi. Xo'p, endi bizga nima kerak deyilsa, endi bizga buni yopib turamiz ozgina muddatga va bu yerdan yangi programmamizni ochamiz. Yangi project sifatida ochishimiz uchun bizga kerak bo'ladi session. Buni ham yopib turamiz. Project ochilgan ekan, ha. Mana shu joyda, mana shu joyda yana bitta yangi ochamiz. Mana eskimiz turibdi. Buni ham yangi ochsa bo'ladi va mana project o'rniga bizga kerakganda faktura kerak, o'zimiz yangi yozganimiz kerak bo'ladi. Project folderga mana faktura turibdi. Shuni ochib olamiz. Xo'p, mana ochdi. Ishlashga tayyor bo'ldi. Bu kerak emas o'sha bizga. Endi bizga bu yoq kerak bo'ladi. Xo'p, salom. Salomlashib olamiz birinchi va bizga kerak bo'ladigan narsa ASO audit kerak bo'ladimi, kerak bo'lmaydimi? ASO audit bor. Xo'p, app nomi mana bu yerdan hozir tayyor qilib chiqarib beraman. Xo'p, app nomi shunday bo'lishi kerak. Install qilinganda fakturo App Store'da esa to'liq bizga kerak bo'ladigan narsa boyaga copyright qilib olganim bormidi, hozir eslamayapman. O'sha qismi haqida
Ha, mana programma haqidagi joyi. Ana shuni copyright qilib olaman va shu bo'yicha gaplashamiz. Ekranlar, SQLite, sxema, sprintlar. Menda tayyor variant bor. Shu haqida discuss qilaylik deyman va shu yerda icon generator bor, app icon, va shu orqali appga kerak bo'ladigan icon ham yasab shu app uchun ishlat. App icon minimalistik va elegant bo'lsin deymiz va boyagini tashlayman. Tushunmagan narsalaring bo'lsa discuss qilamiz yoki enhance uchun ham ochiq. Enhance degani bu yana ham yaxshilash uchun ideyani ochiqman demoqchiman. Analyze qilishni boshladi. Ko'p vaqt ketmaydi degan umiddaman va mani token usajim yetadi degan umiddaman. Muhimi shu hozircha bizga. Seshanba kuni weekly fable 30% ishlatib qo'yibman. Nima ish qildim, hayronman. Analiz qilyapti, app icon yurityapti, project files and redapt.json, snap AI configuration. Yo'q, u openlikda talab qiladi. Keyin faqat o'zing terminalda sozlashing mumkin. Uning uchun deyapti. Chatga yozmaslik kerak, keyin lekin bloklanmayman. Okay. Pi konfliktda muammo bor. Bu invoice tugmasi 1-2 kun ish. Hozir bu icon yaratishni boshlab yubordi. Qiziq, Mametda deyapti, Snap API ni konfiguratsiya qilishing kerak edi o'zi aslida deyapti. Ya'ni npx snap API config desam, bu yerda nimadir bo'lishi kerak reja bo'yicha. Any API you like, Snap API. Past URL here. What is that? Any API you like with Snap API. Ro'yxatga o'tadigan bo'lsam, nadir API chiqarsam bo'lardi. Eslolmayapman. Ana shu Snap API uchun nimadir tushuncha berilganmi? This one is mine. It uses Snap API on open source CLI but build that now has close to 2000 stars on GitHub. Generates icons using OpenAI image models. How support you provide your open key and it stores it locally so it's safe to use. Or okay. Cloud uchun key qayerdan olaman? Esimdan chiqib qoldi rostdan. Bitta hozir key olsa bo'ladi. Ro'yman kerak. Wow! Ishda narsa ochib tashladim. To'xta. Hozircha app faqat iOS uchun. Faqat iOSga. Android tomonga token waste qilma deymiz. Yani token ishlatib qo'ymasman. Chunki bir vaqtda qiyin ikkilovga ishlash ancha-muncha qiyin qo'yadi. Bu app icon final variant ma'muni ber. Google Docsga o'xshab qolmadimi? Menga shunaqa tuyulyapti. Xo'p. Hozir Snap API ni ishlataman. Undagi resultni ham ko'ramiz. Mana final. Nega bunaqa ko'p ochib yubordi bo'lmasa? Final. Hali ulgurmadim. Generatsiyasi modelini ishlatib, alohida yo'l bor. Buni key olish uchun $5 qo'yish kerak bo'ladi. Oddiyroq qilsang bo'ladi, deyapti. Shuni ishni pul ketkazib o'tirma. Okay. Snap API ishlatmaymiz hozircha. Sen bergan variant ma'qul. Xo'p. Mana shu yoqda shuni ishlatamiz dalishi. Endi bizga kerak bo'ladi. Paywall nuqtasi. Mate kirsimi deyapti. Bir recha tutishni boshladi. Plan qilib ketyapti. Biz o'zimiz o'sha Everything Cloud Code degan alohida skillimiz bor, o'shani ishlatyapti. Bu ham ancha kuchlik deb qarasam. Nima qilayotganini biladigan har holda, eng kamida. Xo'p, bu yerda nima bo'layotganini tushunmasligingiz mumkin, lekin tushunyapsizlar degan umiddaman. Biz hozir prosta nom tanladik, ikonka tanladik AI ni o'zi bilan
va programmani qanaqa qilishimizni AI'ni o'zidan so'radik. Chunki men masalan invoice umuman qilmaganman umrimda va menga qiziq. AI'ni o'zidan so'rab qo'ya qoldim. Bu nima? O'zi tushuntirib beryapti. Bu shunaqa. Yasaydigan bo'lsang, mana bu narsalarni yasasang, birinchi berayotgan programmang birinchi holat uchun qaysidir vaqt ichida bu yaxshi variant bo'ladi. Keyin bunaqa narsalarni ichiga qo'shib olasan, deyapti. Va xuddi shu narsalarni o'ziga yasashni buyuryapmiz. O'zing aytding, shunaqa variantlarni endi shuni o'zing qilib ber menga deyapman. Va buni hozir qilib beradi degan umiddaman endi. Bo'lishi ham qiyin. Qilib bersa kerak. Noz qilib o'tirmaydi. Plan yozishni boshladim. Bu 103 ga o'tadigan bo'lsam, 20% ni ishlatdim уже. Haftalik 17% ishlatdim уже. Fable'da 30% ni ishlatdim уже. Hali seshanba kuni temporarily boosted. Ya'ni ko'proq ishlata olasan deyapti. Haftaliging 50% bu manage promotions limits return to your plan standard mode. Hozir qarochi bosib ishlat deyapti. Eplab beraman men senga deyapti. Bu yaxshi. Bonusga o'xshab, skidkaga o'xshab bergan. 19-chi ertagacha ham qarochi xohlaganimcha ishlatsam bo'ladi. Ertagacha emas, shu 1-2 soat ichida, chunki уже soat 10 bo'ladi. Hop, 3 minutdan beri ishlayapti. Qilish kerakligini. Menga qiziq bo'ladigan pul holatida PDF sahifa o'lchami letter yoki A4 tavsiya profil lokalga qarab US letter qolgan A4. Okay. Estimate valid. Sistem nima qilmoq? Standart ranglar bilan qilib ketaveraman. Ya'ni dizayn qilish uchun CSS ishlamasdan native wind shakillarida adashmasam. Hop, native wind bor. Xuddi Tailwind bilan bir xil narsa, prosta mana app uchun chiqarilgan. To'g'ridan-to'g'ri yozib ketilaveradi. Juda ham yaxshi. Ko'p narsalarda foydasi bor. Hop, native windda qilaman, roziman deyapti. Davom etaver. deymiz. Mana skilllarni ham o'zi boshqaradi. Tailwind setup skillni o'zi chaqiradi, xullas, o'zi eplab oladi. Xo'sh, agentlar tugaganda xabar olaman deb backgroundda ikkita narsa ishlayapti ekan. Data layer, pul matematikasi, design system ishlayapti. Backgroundda ishlashyapti. Tugasin, keyin gaplashamiz deyapti. Ko'rib chiqamiz. Bu running, bu ham running qotdi. Ya'ni nima qilyapti desak, prosta ko'rsak bo'ladi ichini ochib. Ishlashyapti, nima qilishardi? Mana fayl yaratyapti. Base.ts, index.ts, mana fayllarni yaratib ishlab chiqib. Bu design system ishlayapti. Bu data layer i domain bo'yicha ishlab chiqib qo'yganlarimiz. Tugatdimi, yo'qmi ko'ramiz. Hali ham ishlayapti bu ham. Bularni kutishimiz kerak endi. Bular hali ishlayapti. Demak, adashmasam, tayyor dizayn sistemimiz. Fly qilingan xatolarni tekshiraman. Xatolar bo'lsa tekshirib chiqaman qilinganini ishlayapti. Tekshirib chiqsan yaxshi. Bu 8 minutdan beri ishlayapti ekan. Уже 1-2 minut o'tgan ishlatib olibdi. Malades. Avjida. Oho, tekshirib ham chiqdi. Endi layout va ekranlarga navbat kelibdi. Demak, dizayn sistem tugagan, boshqa ishlarni qilib tugatgan. Biz buni tekshirib ko'rishga yana ham yaqin kelib boshlayapmiz уже. Tekshirib ko'rish uchun oddiygina yo'li bor. npx start -c, ya'ni toza qilib boshlaymiz deymiz. Menga simulyator kerak bo'ladi. Simulyator ochib olaman, ya'ni iPhone telefonini ochib olaman. iPhone Air bo'ladimi shu deydi. Bo'lsa kerak. Bo'ldi, ochib oldi. Sam bo'ladimi, yo'qmi, shunisi qiziq. Oxirigacha qolaversin, kutib turamiz. Muammo yo'q. 39 ta test green o'tdi. Ekranlarni o'zim yozib chiqaman, API'larni ko'rib chiqaman degan. Birinchidan beri ishlayapti to'xtamasdan. Prima ancha-muncha qoldi. 4300 qator kod yozgan, 1000 qator kodni o'chirib tashlashga ulgurgan. Juda ham zo'r. Xo'p, biz kutgan onlar. Qo'limdagi kompyuter Marsga uchishga harakat qilyapti. Open in Facturo. Yes. Menimdan qiziqroqmi? Qiziqroq. Yangi yaratish qayerda bor? Lines. What qilding buni? Birinchidan nimaga bu yerda taps yozilgan? Ikkinchidan yaxshilab tekshir deb turamiz. Hozircha og'zaki, chunki o'zi itak tekshiryapti. Xo'p, menga qiziqayotgan narsalar bor. Menga qiziqayotgan narsalardan eng bittasi settingsga nima bo'ldi? Buni tanlab olish kerak. Bir muammo mavjud. Birinchidan, muammo mavjud. Buni kim hal qiladi? Bu qanaqa styling hech qanaqa bir dizayn berilmagan bu joyga. Va back button dagi muammo. App 3 ta tilda default bo'lishi kerak eng kamida. Uz, ru, n. Hamma narsa mana shu 3 ta tilda bo'lsin. App default tili iPhone tilidan kelib chiqib tanlanadi. 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 App default tili iPhone tilidan kelib chiqib tanlanadi.
launch app tanlab tanlanishi kerak deymiz. Bundan tashqari muammo. Nimaga bunaqa holat turibdi? Menga qiziq. Mana shularni birinchi ko'rib bersin. Bu yerda dizayn qani? Nima qiliq bu? Nima nastroyka bu? Mana uni ahvolini qaranglar. Nima qiliq bu? Dim light dark ham device birinchi sprint tugadi. Endi shu bilan ikkinchi sprintni boshlaydi hozir. Qaysi bir yaxshi? Com Samurai Factoromi yoki App Factoro iOS yaxshimi deyapti. Shu yaxshiroq. Mana shu yoqdi menga. Rostdan yoqdi. Endi yana kutib turamiz keyingi o'zgarishlarni, lekin yana bittada mana shu holatgacha olib kelib bergani ham juda ham yaxshi o'tdi. Ya'ni xohlasam klient qo'sha olaman, nomi, emaili, telefon raqami, adresi va tipa kommentariy uchun kimda nima edi degan ma'noda. Qo'shganimdan keyin bu yoqqa qo'shiladi. Bu yoqqa dokument, invoice dokument yaratishim endi hozir rivojlanib, u yog'ini endi yasaydi. Menga yoqyapti hozircha. Xo'p, men hozir bir qiziq holat turibman. Ya'ni bu yerda настройка page'imiz dabdala holatda. Prям shuni qiziqib so'ramoqchiman. Nega settings page dizayni juda yomon. Va screenshot olib, yo'q, oxiri bitirib olsin. Hozir qilayotgan ikkita ishi bor. Shularni bitirib olgandan keyin so'raymiz. Ya'ni men bu yerda ish qilyapman. Screens. O'sha print 2 ni davom ettirib yuboribman. Men dabdala qilib qo'yibdi. Faqat qani language yoki theme so'raymiz. Balkim keyinroq qo'shmoqchi bo'lgandir degan umidim bor. Oxirida qilaman, xavotir olma, deyapti. Oxirida qilaman. Hech naqa ishontirishadi. Turamiz, jarayonini ko'ramiz. Hammasini to'g'rilab qo'ydim. Muammo qolmadi deb aytayapti. Build ketyapti. Build tugagach o'zi ochiladi. Okay? No problem. Turamiz. Xo'sh, screenshot tashla. Demak, bizga nimasi bu? Akkaunt to'ldirsa bo'ladi. Klientlar qo'shsa bo'ladi. Qo'shib ko'ramizmi? O'zimni yozaman, Giyosovdin, pochtamni yozaman, giyosbek @gmail.com. Xo'p, fonimni yozaman, shartmas menimcha adresimni yozaman. Toshkent notes yozaman. Test uchun qo'shamiz. Fon majburiymi? What? Перевод qildim deb o'yladim. Перевод qilmagan ekanman. Demak, hisobga o'tmas ekan. I'm creating client yozaylik. Klient sajat qilayotganimda muammo chiqib ko'rishimiz kerak endi qanaqa ishlashini. Bundan tashqari dokument yangi qo'shsak bo'lar ekan. Dokument qo'shishga harakat qilib ko'ramiz. Yangi invoice yaratish, yangi estimate yaratish, yangi invoice yaratishni ko'ramiz. Nega yangi invoice yaratish alohida page da bo'lmagan ekan? Mana shunga qiziqyapman. Bu ham yoqdi. Ishlatib ko'rsa bo'ladigan yaxshi variantlar beryapti. Hop, base CS ni tuzatib, Expo Crypto, ya'ni ID yaratish kerak har bitta klient uchun. Backendda shunaqa tizim bor o'zi. Har biri uchun alohida ID beriladi. Ya'ni bizni o'z pasportimizda AB deb boshlanadigan raqamimiz bor yoki yangiladi ID karta deyiladi. Shuni ID raqamlari bo'ladi. Xuddi shunaqa har bir ma'lumotni o'zini ID'si bo'ladi. Ya'ni ayni o'sha ma'lumot, mana shu ID shu ma'lumotga tegishli deb ID orqali qidiriladi. ID orqali qidirish osonroq bo'ladi doim. Shu narsani hozir to'g'rilab chiqyapti. Umumiy holatda programmani ishladi deb qarasak bo'ladi, katta ehtimol. Buni endi App Store'ga yuklash qismini alohida video qilamiz. Shu yergacha ko'rganlar bo'lsa va taxminan shunda qanday qilib yasasa bo'ladi. O'zingizlar xohlagan variantinglarda, o'zingizlar xohlagan programmalarni, xohlagan ideyalarni shunaqa qilib chiqarib olsanglar bo'ladi. Muammo chiqdi, ko'ryapsizlar, sirazi olmayman, screenshot qilyapman, qaytib yana o'ziga ko'rsatyapman. Mana shunaqa muammo chiqdi deb mana sirazi to'g'rilash harakatini qilyapti. Xuddi shunaqa qilib davom etib ketaveradi dalishi bu. Shunaqa. Endi keyingi videomizda albatta mana shu programmani App Store'ga chiqarishni, App Store'ga pulga chiqarishni va bundan qanday pul ishlasa bo'lishi haqida qismlarni ko'rib chiqamiz. O'tkazib yubormaslik uchun subscribe qaysi bu tomondamidi? Like bu tomonda.